Assalomu alaykum hamma dehqon akalar. Bugun 6-mart juma. Hammanglarga juma muborak bo'lsin. Bizda karamlarimiz Xudo xolasa 15-ga ekiladigan bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa aloqa chiqasizlar. Farova degan karamimiz bor. Bizning karamlarimiz tayyor bo'lishdi keldi. Mana oshqovoq ko'chatlarimiz Xudo xolasa ular ham ekishlikka bo'lib turibdi. Mana chiroyli oshqovoqlarimiz, Xudo xolasa yerlarimiz tayyor bo'lsa olib chiqib ekamiz buni. Mana shu holatda bo'lib qoldi mana. Akalar 97lik 272 73 13 kimga kerak bo'lsa aloqa chiqasizlar. Bizning ko'chatlarimiz ishonchli. O'zimiz ham ekamiz bulardan. Hammasi ishonchli ko'chatlar. Ferrari ko'chat deganlarga Ferrari ko'chatlarimiz tayyor bo'ldi. Mana akalar, kimga kerak bo'lsa aloqa chiqasizlar. Pomidorlarimizni yashiqlarga olib qoldik. O'sib ketmasin deb ertadan bir qator suv beramiz. Bular chiroyli bo'lib turadi. Kimga kerak bo'lsa kelaverasizlar. Mana Yava deganlarimizga Yava ko'chatlarimiz tayyor bo'lyapti. Kimga kerak bo'lsa aloqa chiqasizlar. Ko'chatlarimiz shunaqa holatda bo'lib turibdi mana. Karamlarimiz Xudo xolasa ekishlikka bo'lib turibdi. Yana buni 10-dan uyog'iga havo yaxshi ko'rsatyapti. 15larga eksa bo'ladigan bo'ladi, chiroyli bo'ladi. Hozir ekishlikka jinday nozikroq. Yana 10 kundan keyin Xudo xolasa kim eksa mazza qiladigan karam ko'chat bo'ladi. Orada shu holatda hozir ko'chatlar ekilib bo'ldi. 15 kun zazori bor. Karamlar tugadi, orqasidan bu pishadi. Eng oxirgi sepganmanki, shu ekkan odam karamlarning ichida chiqmasin deb ularni kechroq qilganman. Hozir ham suv bermay turibmanki, jinday surilsin, 15-larga bo'lsin. 15-lardan keyin ekkanlar karam qolmaydi. Undan keyin karamlar pishganda oxiri shu pishadi. Bu farovani ekib bo'lishdi hamma. Endi orada o'rta karamni buni olsak o'rniga qilamiz. O'rta karamni ikkovsini o'rtasida pishadi. Bu karam tugadi, bu karam pishmaydi. Orada bo'ladigan karam kimga kerak bo'lsa aloqa chiqasizlar.